Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Zomin tuman axborot kutubxona markazi sizlarga Lev Nikolayevich Tolstoy qalamiga mansub Tirilish romanini taqdim etadi. Tirilish rus yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoy qalamiga mansub roman ilk marta rus tilida 1899-yil nashr etilgan. Tolstoy ushbu romanda 19-asr oxiridagi rus jamiyatining barcha salbiy jihatlarini ochib berishga harakat qilgan. Asar qahramonlari vositasida o'sha davr chor Rossiyasining sud tizimi, yuqori tabaqalardagi korrupsiya va tovlamachilik holatlari, oddiy xalqning nochor iqtisodiy ahvoli yoritilgan. Romanda Rus pravoslav cherkov tizimi ham tanqid ostida olinganligi uchun Rossiyada ruhoniylarning tazyiqiga uchragan va 1901-yilda asarni o'qishga taqiq qo'yilgan. Roman Dmitriy Ivanovich Nexlyudov ismli zodagon haqida bo'lib, u ko'p yillar oldin qilgan gunohini yuvish yo'lini qidiradi. U yoshligida xolalarining uyida Katyusha Katerina Mixaylovna Maslova ismli yosh qizni sevib qoladi. Biroq shaharga borib, ichkilikbozlik va qimor o'ynab axloqi buzilganidan so'ng 2 yil o'tib xolasining mulkiga qaytganida Katyushani yo'ldan ozdiradi va uni homilador qilib qo'yadi. Keyin Katyusha Nexlyudovning xolasi tomonidan haydab yuboriladi. Katyusha bir necha xonadonlarda xizmatkorlik qilib xorlanadi. 10 yil o'tgach, Nexlyudov Maslovani jinoyat qilgani uchun suzilayotgan maslahatchilar qatorida bo'ladi. Kitobda Nexlyudovning unga amaliy yordam berishga urinishlari haqida hikoya qilinadi, lekin asosiy e'tibor uning ruhiy va axloqiy kurashiga qaratilgandi. U qamoqxonada Maslovaning oldiga boradi, boshqa mahbuslar bilan uchrashadi va ularning hikoyalarini eshitadi. Asta-sekin zodagonlar dunyosi shafqatsizlik, adolatsizlik va azob-uqubatlardan iboratligini tushunadi. U hech qanday sababsiz zanjirband qilingan, sababsiz kaltaklangan, sababsiz umrbod zindonlarda ko'milgan odamlarni va boshqa joy yo'qligi sababli hojatxonada uxlab yotgan 12 yoshli bolakayni ko'radi. Nexlyudov o'z mulkidan voz kechishga va mulkni dehqonlarga o'tkazishga qaror qiladi va ularni mulkini tashkil qilishning turli usullari haqida bahslashishga majbur qiladi va u Katyushani surgunda kuzatib, unga uylanishni rejalashtiradi. Yigit qizga uylanadi, ammo ko'p o'tmay qiz tif kasalligidan vafot etadi. Tolstoy qonuniy hikoyasidan ta'sirlangan, chunki bu qisman uning hayotidagi voqeaga o'xshab ketar edi.